2026 Nissan Altima bu Nissan kompaniyasining zamonaviy dizayn, qulaylik va texnologiyani birlashtirgan yangi avlod o'rta sinf sedani hisoblanadi. Ushbu model nafaqat tashqi ko'rinishi bilan, balki ichki imkoniyatlari, xavfsizlik tizimlari va yoqilg'i tejamkorligi bilan ham e'tiborni tortadi. Nissan Altima uzoq yillardan buyon dunyo bo'ylab millionlab haydovchilarning ishonchini qozonib kelmoqda va 2026 yilgi versiya bu an'anani yangi bosqichga olib chiqadi. Avtomobilning tashqi ko'rinishi yanada sportiv va agressiv uslubda ishlab chiqilgan. Old qismida Nissanga xos motion panjarasi yanada kengroq va chuqurroq dizaynga ega bo'lib, LED texnologiyasidagi yangi avlod faralar bilan uyg'unlashadi. Faralar nafaqat yorqin, balki aqlli tizim bilan jihozlangan bo'lib, tunda haydash vaqtida qarama-qarshi kelayotgan mashinalarni avtomatik aniqlaydi va yorug'likni moslashtiradi. Kuzov chiziqlari silliq va aerodinamik bo'lib, shamol qarshiligini kamaytiradi va yoqilg'i sarfini optimallashtiradi. Yon tomondan qaralganda 2026 Nissan Altima pastroq va kengroq ko'rinadi. Bu esa avtomobilga sport xarakterini beradi. Yangi dizayndagi alyuminiy disklar, xrom elementlar va kuzov ranglarining boy tanlovi mashinani yanada jozibador qiladi. Orqa qismida esa LED stop chiroqlari uzluksiz chiziq shaklida joylashgan bo'lib, kechasi avtomobilni uzoqdan ham tanib olish imkonini beradi. Salon ichiga kirganingizda sizni zamonaviy va yuqori sifatli muhit kutib oladi. Nissan 2026 Altimada ichki makonga alohida e'tibor qaratgan. O'rindiqlar ergonomik dizaynga ega bo'lib, uzoq masofalarda ham charchoqni kamaytiradi. Yuqori komplektatsiyalarda charm qoplama, isitiladigan va ventilyatsiyali o'rindiqlar mavjud. Old panelda joylashgan katta sensorli ekran multimedia va navigatsiya tizimlarini boshqarish uchun xizmat qiladi. Multimedia tizimi Apple CarPlay va Android Auto'ni to'liq qo'llab-quvvatlaydi. Bu esa smartfoningizni avtomobil bilan tez va oson ulash imkonini beradi. Ovoz tizimi esa yuqori sifatli bo'lib, musiqa tinglashni haqiqiy zavqqa aylantiradi. Raqamli asboblar paneli haydovchiga barcha muhim ma'lumotlarni aniq va tushunarli ko'rsatadi. Tezlik, yoqilg'i sarfi, xavfsizlik ogohlantirishlari real vaqt rejimida aks etadi. 2026 Nissan Altima dvigatel variantlari ham e'tiborga loyiq. Asosiy komplektatsiyada samarali va tejamkor benzin dvigateli taklif etiladi. U shahar va trassa sharoitida muvozanatli ishlashni ta'minlaydi. Shuningdek, ayrim bozorlarda turbo dvigatel yoki gibrid versiya ham mavjud bo'lishi mumkin. Ushbu dvigatellar nafaqat kuchli, balki ekologik talablarga ham javob beradi. Transmissiya sifatida Nissanning takomillashtirilgan chirt uzatmalar qutisi qo'llanilgan bo'lib, silliq tezlanish va qulay haydashni ta'minlaydi. Haydash rejimlarini tanlash imkoniyati mavjud bo'lib, haydovchi sport, eto yoki normal rejimlar orasida o'z xohishiga ko'ra tanlov qilishi mumkin. Bu esa har xil yo'l sharoitlarida maksimal qulaylik yaratadi. Xavfsizlik masalasida 2026 Nissan Altima juda yuqori darajani namoyish etadi. Nissan Safety Shield 360 tizimi avtomobilni har tomonlama himoya qiladi. Ushbu tizim tarkibiga avtomatik favqulodda tormozlash, piyodalarni aniqlash, kor nuqta nazorati, qatordan chiqishni ogohlantirish va adaptiv cruise control kiradi. Bu funksiyalar haydovchiga yordam berib, yo'lda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xavflarni oldindan sezishga yordam beradi. Shuningdek, avtomobilda 360 daraja kamera tizimi mavjud bo'lib, to'xtash joylarida va tor joylarda manevr qilishni ancha osonlashtiradi. Parkovka yordamchisi esa avtomobilni deyarli mustaqil ravishda joylashtirish imkonini beradi. Bu ayniqsa shahar sharoitida juda qulay. Bagaj hajmi keng va amaliy bo'lib, oilaviy sayohatlar yoki kundalik xaridlar uchun yetarli joy taqdim etadi. Orqa o'rindiqlar buklanishi mumkin. Bu esa katta yuklarni tashish imkonini yanada oshiradi. Salon ichidagi mayda detallar, saqlash bo'limlari va qulayliklar har bir yo'lovchi uchun qulay muhit yaratadi. 2026 Nissan Altima bu nafaqat oddiy sedan, balki texnologiya, dizayn va ishonchlilikni birlashtirgan zamonaviy avtomobil. U yoshlar uchun ham, oilali haydovchilar uchun ham mos keladi. Kundalik ishga qatnash, uzoq safarlar yoki shunchaki shahar bo'ylab qulay harakatlanish uchun Altima o'zini mukammal tarzda namoyon qiladi. Agar siz zamonaviy ko'rinishga ega, xavfsiz, qulay va tejamkor sedan qidirayotgan bo'lsangiz, 2026 Nissan Altima siz uchun juda yaxshi tanlov bo'lishi mumkin. Nissan bu model orqali yana bir bor o'zining sifat va innovatsiyaga bo'lgan sodiqligini isbotlaydi.
Ushbu avtomobil haydovchiga ishonch, yo'lovchilarga esa qulaylik ulashadi va har bir safarni maroqli qiladi.